Sen mashinaga chiqib turib ukam qo'rqoni. Oybek, Assalomu alaykum. ukam. Yaxshimisiz aka? Kiyimlarni deyman aka, rosa havas qildim. O'tirishinglarni bizmi deb so'rashmay turdim aka. Ha, keyin bo'ladi. Ovqatlantirgan olib chiqdim aylantirib. Aka, sevib uylanganmisiz? Men ham qizni rosa sevaman aka. Men ham sizga o'xshab baxtli bo'larmikinman. Ukam, sevib turmush qurganni bilmadim-ku, lekin sen sevgan emas, seni sevgan yoningda qolar ekan. Nimaga unaqa deyapsiz aka? Kela qolmadi. Assalomu alaykum. Keldingmi, ketdingmi? Xatga ketamiz. Mana buni oling, oramizni ochuv. Sen jinnimisan? Oramizni ochiq deysan, sevgimizchi? Menga qarang, quruq sevgiga qorin to'yadimi? O'zingiz dengizni topib olarsiz. Ha do'stim, nima siqilib o'tiribsan? Do'stim, qaysi biriga kuyinay, qaysi birini aytaysan? Bog'cha paytida bitta qizni yaxshi ko'rdim, o'shanga uylansam kerak deb o'yladim. Bog'cha paytimda ham qizim tashlab ketdi. Maktab payti boshqasini sevdim. U ham tashlab ketdi. Yaqinda mana ko'rding, xabaring bor, u ham tashlab ketdi. Sevgiga qaragin, qanaqaligini. Faqat azoblanar ekansan. Do'stim, sevgi deysanmi? Sevgi xiyonatgacha, do'st qiyomatgacha. Qiyomatli do'sting payti kelganda yoningda turmaganda, o'sha ayoling turib beradi yoningda. Shuning uchun ayolingni sevgin. Tinchlik? Assalomu alaykum. Ozgina vaqt berib tursangiz bo'lardi. Menga qarang, bugun kech-kecha qilib bersangiz qilib bering, bo'lmasa boshqachasiga gaplashamiz. Mayli, aka. Nima, sen gap o'ylab turibsanmi? Adasi, qarz bo'lib yurmang, mana tilalarimni oling. Ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor, o'shani ham olib chiqib beraman. Men qara, sen ham boshimga ish tushganini sanab ket odamlarga o'xshab. Ketmayman. Nimaga ketar ekanman? Nima men sizga yaxshi kuningizda yoningizda bo'lib, yomon kuningizda tashlab ketishim kerakmi? Tosh kelsa kemiraman, suv kelsa simiraman. Oling mana adasi, qancha bo'lsa ham bera qoling, men doim yoningizdaman. Shunaqa deng aka. Ukam, nima bo'lgan taqdirda ham baxtli bo'lgan. To'yga yetarsan-a? Ko'rishamiz.